Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun 9-aprel. Sohibqiron Amir Temur 689 yoshda. Amir Temur buyuk davlat asoschisi. U Hindiston hamda Xitoydan Qora dengizga qadar, Sirdaryo va Orol dengizidan Fors qultug'iga qadar g'oyat katta hududni qamrab olgan, markazlashgan ulkan saltanatga asos solgan. Bundan tashqari Amir Temur davlatiga Kichik Osiyo, Suriya, Misr va Shimoliy G'arbda Qo'yi Volga, Don bo'ylari, Shimoliy Sharqda Balxash ko'li va Ili daryosigacha, Janubiy Sharqda esa Shimoliy Hindistongacha bo'lgan mamlakatlar bo'ysundirilgan. Amir Temur davlatni aql, zakovat va huquqli asos bilan idora etgan. Uning davlat ishlarining 9 ulushini kengash, tadbir, mashvarat va 1%gina qilich bilan amalga oshirdim degan so'zlari bu fikrlarning yorqin dalilidir. Asrlarki shoningiz o'chmas, tamam toshi siz qo'ygan ko'chmas. Birlashmagan elat el kuchmas, daholarsiz yurt zafar quchmas. Alp xoqoni buyuk To'ronim, Temur bobom Sohibqironim. Tish qayratib o'ch adovatda, yog'i bosar beklar g'aflatda. El yurt to'zgan siz malomatda, amolingiz kuch adolatda. Zo'r qalqoni buyuk To'ronim, Temur bobom Sohibqironim. Quvib boshdan asri kulfatni, yaratdingiz buyuk davlatni, yuksaltirib fan va ma'rifatni, his etdingiz nozik san'atni. Qalb sultoni buyuk To'ronim, Temur bobom Sohibqironim.